14-ci dərs. Bu dərsdə biz ye, yu, qatarlıq 3 qo'shma yunmoni o'rganamiz. Buning ichidagi birsi alohida yunmo, ikkisi bir butun o'qiladigan bo'g'im. Kichik do'stlar, birinchi rasmga qarab boqayli. Rasmda yopurmoq chizilgan bo'lib, yopurmoqni xanzucha shuye deymiz. Shuye deki ye ni taksi o'qisak, bu dal qo'shma yunmo ye ning talaffuzi bo'ladi. Qo'shma yunmo ye taq yunmo yi bilan din tarkib topgan bo'lib, bir butun o'qiladigan bo'g'im hisoblanmag'achqa xanzu tilida ma'no anglatmaydi. Biroq biz qo'shma yunmo ye deki yi ning o'rniga shingmo yi ni almashtirsak, bir butun o'qiladigan bo'g'imga aylanadi. Ondan biz buningga 4 ton belgisini qo'yib o'qiya olamiz. Qani, menga ayishib o'qinglar. Ye. Ikkinchi parcha rasmda osmondagi oyning ko'rinishi chizilgan bo'lib, oyni xanzucha yuerliang deb ataymiz. Biz yuerliangdagi yue ni tashi talaffuz qilsak, bu dal qo'shma yunmo yue ning talaffuzi bo'ladi. Qo'shma yunmo yu bo'lsa, taq yunmo yu bilan taq yunmo din tarkib topgan bo'lib, bir butun o'qiladigan bo'g'im hisoblanmag'achqa xanzu tilida ma'no anglatmaydi. Biroq biz qo'shma yunmo yu deki yu ning oldiga shingmo yi ni qo'yamiz. Hamda yu ning ustidagi ikki chekitni ilib etamiz. Buning bilan bir butun o'qiladigan bo'g'imga aylanadi. Endi biz buningga 4 ton belgisini qo'yib o'qib boqayli. Ye. Bizning bu darsda o'rganilgan eng oxirgi yunmo alohida yunmo Rasmda bir kichik bolaning quloqini tutib turgan ko'rinish chizilgan bo'lib, quloqni xanzucha ardo deymiz. Ardo deki ni taksi talaffuz qilsak, bu alohida yunmo ning talaffuzi bo'ladi. Ni talaffuz qilganda til uchi yuqoriga ko'tariladi. Bu qo'shma yunmoning alayligi shuki, o'zi yolg'iz ayrim bo'g'im bo'lib kelib ma'no anglatadi. Boshqa har qanday shingmo bilan qo'shilib kelmaydi. Ishlatilish usuli alohida bo'lg'achqa, biz buni alohida yunmo deb ataymiz. Tadan tilka. Bir necha kun osh qolgan bir tilka oziq izlab yo'lga chiqibdi. Mengibdi. Xeyli yiroq bir joyga kelib qapti. Qarasa, yo'l yoqasidagi bir toshning yonida bir parcha go'sht tirg'idak. Buni ko'rgan tilkining shilgaylari eqib ketibdi. Biroq u buningda cho'qim bir gap bor. Birdan nafsimni yig'ib turay deb o'ylabdi-da, yaqinla yerdagi bir daraxtning orasiga kirib marab yetibdi. Shu asnoda qayoqdandir bir oshkuz bo'ra yetib kelib, "Tulkijon, bu yerda nima qilyapsan?" deb so'rabdi. Bo'rining osh qolganligini pamlagan tadan tulka chandurmay, "Qo'rsqim to'yib ketib, aram ilyapman. Texi sanga bir parcha go'sht ilib qo'ydim" debdi. Ijirqab ketgan bo'ra neri berisini surishtirmayla go'shtga o'zini etibdi. Lekin tars qilgan ovoz bilan tang qopqonga tushib qopdi-da, jon talishishga boshlabdi. Tadan tulka o'z ahlidan mamnun bo'lib, jon talishayotgan bo'rining oldiga berib, "Qarnim ochtirib, men yemasmidim boshda. Bir balasi bo'lmasa go'sht turamdi tashda" debdi-da, xotirjam holda go'shtni maz qilib yeyishga boshlabdi.